O'zingiz palasaysiz yursangiz bo'lmaydimi? Tiqmang, orqaga torting. Kimning trassasi bu? Meni yo'limga chiqib ketyapsiz. Bu xalqniki emasmi? Xudo. Siz borki qarama-qarshi tomondan ketyapsiz. Sekinlashtirib orqamga o'tib oling, orqamga. Men orqada yurishni yomon ko'raman. Xudo. Pravani sotib olganmisiz deyman, dugana. Yo'q, o'qib olganman. Endi qayga shoshilyapsiz, tiqmang. To'yga ketayotgandim-da. Menga qarang, yo'lingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Hamma shunaqa hozir. Birovlarning yo'liga chiqib ketaveradi. Qonun qoidani bilmasanglar, nima qilasan mashinada o'tirib, nima? Men trotuarda ketyapman men. Bu trotuar emas bu. Avtomobillar qatnaydigan yo'l bu. Chiziqni bosib ketyapsiz, dugana. Dugana demang, senlamang, men sizlang. Nechanchi yilsan o'zi? Voy. Otam zamondan beri yashayapman. Men ko'zi o'tmaydi, mana shunaqa kampirlarni. Men qarang, xola. Xola, yo'zingiz yo'lingizda yuring, qonun qoidani bilmasangiz, nima qilasiz? O'tirmaysizmi uyda gaz suv ichib? Hozir kelishib olaylik, nima shoshilasizlar? Baqirmang, bab qilib. Yo'lda otangiz qurib qo'ygani yo'q, normal yursangiz yuring. Bo'lmasa boring, trotuarda yurasiz. To'g'riga qarab ketaymi? Bir qonun qoidalarga, belgilarga qarab yuring. Svetofor degan narsa bor. Mana bu to'xtash zinagi bor. Stopga to'xtamay o'tib ketyapsiz. Qizil yonganda o'tib ketdim-ku. Xudoyim. Siz borki bir dori-pori ichib oling. O'zi sizga kim qo'yibdi? Yo'q, deqmang. Militsiyalar yo'qmi? Ana shunaqada mashina haydashni bilmaydi, qonun qoidani bilmaydi. Mana katta asfaltga otasini uyda yurganday yuradi-da. Orqadagilarga ayting, dedirlatmasin, men qo'rqyapman. Dedirlatmaylar, biza kelishib olaylik. Avariyani oldini olyapmiz. Siz nimaga to'sida qiq deb to'xtadingiz? Siz tiqib keldingiz menga tumshug'ingizni. Qisib qo'ydimmi? Meni qisib kelyapsiz boyadan beri. Qaqa qisib? Buyoqqa o'tasiz, orqamdan tiraysizmi? Ko'zingizga qarab yuring bir. Men sizni meni quvlayapti deb o'ylabman. Orqamda odamni qanday quvlayman, Yo'l harakati qonun qoidasini bilasizmi? Bilaman. Bilsangiz normalni yuring, siz. Chapga burilayotganda chap pоворот yoqadi, o'ngga burilayotganda o'ng pоворot yoqadi, orqadagi, oldindagilar ogohlantirish uchun. Chik deydiganmi? Nomini ham bilmaydi. Yoqdim-ku, mana stiliga chik deydi o'sha. Qarang, xola, agar qonun qoidani bilmasangiz, yaqinda shopir bo'lgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa orqadagilar ogohlantirish uchun avariya chiroqni yoqish kerak. Hozir signal chalmay. Ayting, chalmasin, men qo'rqyapman. Nima? Damasdan tushib ketdingizmi? Nima? Kelishib olaylik biza. Xola, tushing bu yoqqa. Qaqa? Bu yoqqa tushing, mashinadan tushing. Yopishib qolganmisiz, nima balo? Tushingmi? Tushing. Kelishib olaylik, mana yerga o'tiring, gapga qo'yaylik mana yerga. Rolni o'zi bilan olib yurasizmi siz, nima balo? Men shunday uyda ham rol bilan uxlayman. Mana yerga o'tiring, mana yerga. Men dangalni gapiraylik. Agar hozir men vaqtida tormozni bosmaganimda, sizni bosib ketardim-mi? Majaqlab ketardim men sizni. Unday qilmang, Yo'lga qarab yuring, bu yo'l bu. Qarang, qancha shofyor kutib qoldi orqada. Sizni aybingiz bilan. Meni debmi? Kim? Men uzr. Uzuringizni 500 ming bilan yuvamiz. Qayda? Uzr, siz ayb qildingiz, 500 ming bering menga. 500 ming berasiz, sizni aybingizni yuvaman. Men hafta oldin oldim. Agar men vaqtida tormoz bermaganimda, siz hozir asfalosofinga ketgan bo'lardingiz. Qayerga ketaman? Men mana ko'pchilikka yordam qilaverib, yo'l beraverib, mana mashinani yarmini pachaq chiqib ketgan. Men o'zicha shuni akkuratni haydayman-da. Akkuratni? Siz dabdala haydayapsiz. Qaqa? Qadrli shofyorlar, iltimos, yo'l harakati qonun qoidasini bilmas ekansizlar, yo'lga chiqmanglar. Sizlarni deb nechta odamni yostig'i quryapti. Farzandlar yetim qolyapti. Peshoxatga qaramay zing'illab bosib ketyapsiz, Radarlar ko'rmayapsizmi? O'shalarni o'ziga ayting. Siz shunday qilyapsiz. Men sekin ketyapman-ku. Sekin, siz qarama-qarshi tomondan ketyapsiz, sekin yurib. Strechmi? Strech ketyapsiz. Qani qo'shni mahallaga kirib ketaman-ku men. Qo'shni mahallaga kirish uchun mana bu palasaga o'tib olib, qaysi palasa? Chap
Pavorotnikni yoqib o'tish kerak. Chik yoqdimku. Yoqmadimmi? Abo. Siz borku chap o'ng pavorotni yoqib chapga burilmoqchi bo'lyapsiz. Men odamlar sinaymanda shuytib. Qanday bir teranligini sinaymanda men. Unaqa oraliq masofa Yo, u saqlamaydigan. sinash emas, u chalg'itish bo'lyapti. Sal qoladi, sal ora ochiq bo'lsa, shu oraga kirib olsangizda, xalaqit emas. Men shuning uchun ham Matischada yuraman-da kirib olish uchun ham. Shofyorlarda o'zini masofasi bor, masofani saqlab yuribman. Har bitta masofa saqlaganimda tiqilib olyapsiz. Pavorotningizni yoqmasdan. Erim ham aytadi, masofa saqlaylik deb. Shunaqa masofa saqlash kerak-da. Menimcha siz eringiz bilan ko'p masofa saqlaganingiz uchun ham qanaqadir dovdir bo'lib qolgansiz, xo'pmi? Yo'q-e? Ana eringiz sizni borki, ajalingizdan bir 15 kun oldin o'ldirib yorib, o'zi mazza qilib yashamoqchi. O'sha uchun sizni qo'lingizga rolni berib qo'yibdi, aylanay. Chalsa chalaversin. Gaplashib o'tiribmiz-da. Hozir kelishib olaylik. Baqirmang. Kelishib olaylik, mana kampir bilan kelishib olaylik. Bu dovdir jinni. Ketavering, bor. Atrofdan o'tib ketaveringlar, biz hali uzoq turadiganga o'xshayapmiz. Menga qarang, dugana, xola, ammamisiz, kim bo'lsangiz ham borku, xullas kalam bilganingizni qing. To'g'riga ketaman. Siz shu orqangizga mana hozir mana o'quvchi, ayol kishi degan emblemalar borku, o'shalar taqolar-ku, siz borku, men dovdir degan emblema taqib oling, xo'pmi? Siz orqadagi zigzagni ko'rmadingizmi? Nima u? Yurak urib tursa bas, hammasi zo'r bo'ladi degan yozuv men trendga chiqib ketdi-ku. Xullas kalam, menga qarang. Qarang, deyavermang, bo'ynim og'rib qoldi. Mabodo o'lib qolsangiz, shu dushanba kunlarga mo'ljallanmang o'limni. Shanba, yakshanbaga mo'ljallasangiz, odamlar dam olish kuni bo'ladi, boradi taziyaga. Sizda muomala madaniyati yo'q ekan. Sizda hali ko'p qisilasiz siz. O'zi qisilish bop ekan. Mana, matizingizni olib turing, men o'tib ketay. Orqasidan itarib yuboring. Itarib yuboring-da. Itarishib yuboringizlar. O'zingizni asrang, o'zingizni ehtiyot